Mahmudjon qarang, ba'zi quruvchilarimiz bor. Xuddi shunaqangi nasos stansiyalarini chet elga buyurtma berib, 3 oylab, 4 oylab kutib o'tirishibdi. Holbuki biz O'zbekistonning istalgan nuqtasiga 10 kun ichida yasab, tayyorlab, olib borib o'rnatib bera olamiz. O'sha chet elnikidan umuman sifatda farq qilmaydi. Eng muhimi, chet eldan olib kelgan nasoslarni men hozir tajribamizda ko'p ko'ryapmiz. Bitta ehtiyot qismi ketsa, 15 kun, 1 oylab to'xtab qolyapti. Xalq esa noqulaylikdan aziyat chekishib nolishyapti. Bizda unaqa muammo yo'q. Biz o'rnatgan nasos avvalo 5 yilgacha sizni bezovta qilmaydi. Shovqini yo'q biz nasoslarimizda. Shovqini yo'q, past ovozda ishlaydigan nasoslar. O'shaning uchun quruvchilarimiz balki bilishmasmikin ham deb o'ylab qolaman. Bizda shunaqangi BMS suv nasos stansiyalari borligini balki bilishmasmikin. Yoki o'zimizdan chiqqan narsa sifatsiz bo'ladi deb o'ylashadimi? Siz nima deysiz? Menimcha bitta sinab ko'rish kerak. Realni ularga ko'rsatib, qanchalik sifatli ekanligini ularga ko'rsatishimiz kerak. Albatta, sinab ko'rish bilan quruvchi hech narsani yutqizmaydi. Mabodo yoqmasa, pulni 100% qaytarib berib, tovarimizni qaytarib ola olamiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekistondagi eng ilg'or quruvchilar hisoblangan TXT, Yuksalish guruh va shunga o'xshash bir qancha kompaniyalar biz bilan ishlab, muammosiz ishlab kelishyapti. Shuning uchun chet eldan olib kelaman deb o'zimizdagi nimalarga bepisand qaragandan ko'ra bir marta sinab ko'rishlarni maslahat beraman va yoqishiga 100% kafolat beraman. Aynan suv nasoslari bo'yicha yangiliklarni yana qayerdan topsa bo'ladi aka? Bizga obuna bo'lib qo'ying, shuning o'zi yetadi.